Hammaga xayrli tong. Parking 45 soatlik pauza uchun zo'r ekan. Gaz bor, eng muhimi gaz ballonlarini to'ldirish uchun. Bu 5-avtobam. Bu yoqqa yursa Bazil, bu yoqqa yursa Frankfurt. Xullas, Bazildan kelayotgan bo'lsangiz, bu yoqda 5-avtobam 10 qo'lda, Freiburgdan o'tgandan keyin. Parking ham arzon ekan, ancha arzon. Hozir 24 euro to'lab chiqdim. 45 soatlik pauza uchun arzon. Haqiqatan ham zo'r ekan. Ham tinch. Faqat razmetkasi nitoyu atak qolgani zo'r. Atrofda magazin ko'p. Aldi yaqin 800 metr Aldi. Xohlasangiz bu yoqda Burger King. Aytda McDonald's. Xullas sharoit zo'r. Parking kesangiz arziydigan parking ekan. Bu yoqda zapravkani oldida suv olsangiz bo'ladi, idishlaringizga suv to'ldirasiz. Dush, hojatxona hammasi ichkarida. Haqiqatan ham zo'r ekan. Hammaga omad. Dushanba tongi xudo xolasa ishni boshlayapmiz.